3-iyun seshanba. Juda ham chiroyli bir kunlardan yana biri boshlandi. Hop, bugun ofisga ketyapman. Bu yerdagi sharoitlarni, ofisim qanaqaligini ko'rsatib, qiziqarli video bo'ladi degan umiddaman. Polshada har doimgidek ob-havo sovuq. Iyun bo'lishiga qaramasdan odamlar hali ham issiq kiyimlarda yuribdi. Marimont metrosi. Mana shu metro orqali boraman. Metrodan bilet olish juda ham oson. Bu yerda tablosini ko'rsatib turadi, soat nechida kelishi. Bu Milocini, bu yerda Kabatiga 2 minutda kelar ekan. Bo'ling endi tezroq opa. Ingliz tiliga o'tkazib olamiz. By paper ticket 20 minutlik, 75-90 minutlik yoki short term. Xo'p, bizga 20 minutlik reduced degani studentlarga biz standart olamiz. Chunki hali student emasman, tugatganman studentlikni ishlayapman. 340 zlot ekan. Bu yerda karta orqali yoki bilik orqali to'lasa bo'ladi. Hozir men bu metroni kutyapman, mana kelyapti. Station Dworzec Gdański. Ofisim binosi Dworzec Gdański degan metro bor, shu yerda joylashgan. Gul qaranglar. Keldim ofisimga. Ana shu ko'k bino 8-qavatida ofisim joylashgan. To'g'rirog'i 2ta qavatda, 8-qavat va 1-qavatda Dell ofisi joylashgan. Qanday ofisligini aytmadim hali beri. Dell Technologies ofisi joylashgan. 8-qavatda ko'pincha salesda ishlaydiganlar, ya'ni sotuv bo'limida ishlaydiganlar o'tiradi va 1-qavatda ko'pincha dasturchilar. Men 1-qavatga chiqaman, chunki dasturchiman. Hozir ofisga kirib oldim. Past tonda gapiraman, chunki bu yerda ishlayotganlarga xalaqit qilmayman. Bu yerda turgan xohlagan narsalarni yesalar bo'ladi. Yogurt, limon, bitta sok bor ekan, olmali sok olaman. Eng menga yoqadigan tomoni unlimited coffee. Xohlaganingizcha kofe ichaveradi. Pomidor, badring, meva, cheva degandek. Hozir men Lungo barista deganidan bering. Ozgina shakar solamiz. Aralashtiramiz. Ta'm berish uchun ishlatiladi endi bular. Tatib ko'ramiz. Juda ham zo'ribdi. Endi bu yerda xohlagan mevangizni olsak bo'ladi. Men nok oldim va bitta banan olaman. Banan. Sizlarga bitta life hack ko'rsataman. Mana bu bitta kabel orqali ikkita monitor ulangan. Lekin e'tibor bergan bo'lsanglar, hamma meni monitorda bir xil window ko'rsatilyapti. Misol uchun bu monitorda uni olsam hammasi ochiladi. Buni biz 3 ta monitorga, ya'ni 3 xil narsani ko'rsatadigan 3 ta desktopga ajratish uchun nima qilamiz? Qanchani o'ng tugmasini ezasizlar. Display settings degani bor. O'shanga bitta ezasizlar. Bu yerda ulangan displeylarni ko'rsatadi. Hozir bu yerda 3 ta displey ulangan. Endi buni extend desktop degan tanlab qo'yasizlar. Bu yerdan extend desktop 1 to 2 ni ezib qo'yasizlar. Bu yerda 3 ta monitor paydo bo'ldi. Bu 1, bu 2, bu 3. Endi joylashgan joyini birinchini pastga tushirib qo'yamiz. Endi apply ni bitta ezsak, ko'rishingiz mumkin, sichqoncha bu yerdan bu yoqqa o'tadi, bu yoqdan bu yoqqa o'tadi. Har bitta windowda har xil narsa ko'rsatadi. Misol uchun bu windowda buni ko'rsatadi, bu yoqqa olib o'tib qo'ysanglar bo'ladi, buni kattalashtirsanglar bo'ladi. Bu windowda Teams ochsanglar bo'ladi, misol uchun. Bu yoqda Teams ochsanglar bo'ladi, bu yoqda yana boshqa ish qilsanglar bo'ladi. Xullas, bitta kompyuterda 3 ta monitor qilib ishlatishning eng zo'r yo'li.
kimdadir agar 3 ta monitor bo'lsa, shunda ishlasanglar bo'ladi. Hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak, shunaqangi katta kompaniyada nimaga hozir ofisimizda odamlar juda ham kam. Birinchi sabab, ikkita ofis bor bitta binoda. Ikkala ofisni ham kattaligi xuddi shunday. Birinchisi 8-qavatda, ikkinchisi endi bu yangi ochilgani 1-qavatda. Nimaga odamlar oz? Chunki dasturchilarning 90% onlayn ishlaydi. Men ham uydan onlayn ishlayman. Ofisga juda ham oz kelaman, lekin bugundan boshlab ko'proq kelishga harakat qilaman, chunki uyda juda ham zerikib ketdim. Ko'p dasturchilar Polshaning turli xil shaharlaridan joylashgan. Misol uchun Gdansk, Krakow, uzoq-uzoqdagi shaharlarda ishlaydi onlayn. U shaharlarda ofisimiz yo'q, faqatgina Varshavada va Buch shahrida ofisimiz bor. Xo'p, soat 12 dan 10 daqiqa o'tdi. Hozir ovqatlangan chiqaman. Ko'rib turibsizlar, yonimda restoran bor. O'sha restoranga chiqib ovqatlanib kelaman. Bu yerda o'tirib sizlarga ko'rsatayotgan edim. Restoran nomi shunaqa. Kirib, xohlagan narsalarni tanlab olib yesanglar bo'ladi. Przepraszam, Tak? co to jest? Placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane. A nie ma mięsa? Tylko ziemniak i... Ziemniak, cukinia i marchew. Okej. Dziękuję. Bu qanday bir kartoshka, sabzidan yasalgan qandaydir quymoqqa o'xshagan narsa ekan. Va makaron oldim, grechka, ikkita dumplings, ya'ni o'zbek tilida aytganda manti, lekin sal boshqacharog'i. Endi bu yerda shirinliklar. Dzień dobry. Hozir hamma shu olgan narsalarim har bittasini kilolab, ya'ni necha gramm bo'lganiga qarab hisoblashadi. Hammasi bo'lib 30 zlot bo'ldi. Bizni pulga 60 ming, 70 ming atrofida. No, lekin eng muhimi sog'lom ovqat. Grechka bor bu yerda, o'zbekcha bu manti, ichida shunchaki kartoshka, sir va boshqa narsalar bor. Va aytganimdek quymoq. Mayli, yoqimli ishtaha o'zimga. Oshxonadan chiqdim, ovqatlanib chiqdim. Endi hozir ikkinchi ofisimiz bor 8-qavatda degan edim. Esinglarda bo'lsa, shu yerga chiqib ketyapman, chunki bitta hindistonlik do'stim bor. Ofisda ishlayapti ekan bugun. Shunga o'shani oldiga ketyapman. How are you, man? Nice to see you. Bunaqa kichkinagina xonachalar bor. Shovqin, tashqariga shovqin chiqarmaydi. Shunaqa xonalarda meni naushnikim qolib ketgan ekan, ya'ni headsetim qolib ketgan ekan, kirib oldim. Bu yerda qanchalik shovqin bo'lsa ham tashqariga eshitilmaydi. Qolganlarga, ishlayotganlarga xalaqit bermaydi, shu yerga kirib oldim. Endi do'stlar, qaranglar. Bu yerda o'sha hindistonlik do'stim, ya'ni kasbdoshim, bitta komandada ishlaymiz. Bu yerda hozirgina mitingim tugadi. Ikkalamiz ham bitta mitingda edik, lekin onlayn, ishimiz onlayn bo'lgani uchun kompyuter orqali qo'shildik. Ko'p bizni komandamiz a'zolari Amerikada va shunaqa har xil davlatlarda joylashgan. O'zi komandamizda 10 kishi bo'lsa, bittasi Amerikada, bittasi UK, ya'ni Britaniyada, bittasi Hindistonda. Shunaqa international, ya'ni xalqaro kompaniya. Turgan qavatim 8-qavat. Sizlarga hozir tashqarini ko'rsataman. Tashqari juda ham chiroyli ko'rinadi. Hop, shunday qilib do'stlar, mening bugungi kunim shunaqa tugayapti. Soat 3 dan 18 daqiqa o'tdi. Soat 5 da ishim tugaydi. Ungacha hozir hindistonlik do'stim bilan borib kod yozamiz birga. Hop do'stlar, bugungi kunim menimcha shu bilan tugaydi. Endi uyga boraman, metro o'sha joylarni ko'rsatmayman. Uyga boraman, ovqatlanaman va yana o'zimni bir ikkita qiladigan ishlarim bor. Shu bilan kunim tugaydi bugungi kunim.
ertaga ham xudo xohlasa video olishga harakat qilaman. Albatta sizlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Meni anchadan beri kuzatayotganlar bo'lishi mumkin, qarindosh urug'larim yoki do'stlarim bo'lishi mumkin. Avvalambor hammanglarga rahmat. Ko'rishguncha keyingi videolarda. Sog' omon bo'linglar. Xayr.